Kim haqida ko'p o'ylayapsiz? Ongingizda ismini takrorlang. Kim haqida ko'p o'ylayapsiz? U haqida gaplashamiz. Alohida rasklad kerak bo'lsa Fortuna 2025 ga murojaat qilasizlar. Bu общий rasklad hammaga ham tushmasligi mumkin. Xo'sh, u kim? U ishlaydi. Mehnatkash. Yoki olov unsuriga tegishli, ko'proq olov unsuri, xarakteri spontanni. Yoki havo unsuriga ham tegishli mumkin. Havo unsuri bilan olov unsuriga tegishli shaxslar spontanni yo'q joydan paydo bo'lib qolishadi. Hech narsa bo'lmagandek. Hech kim hech qanaqa urush qilmagandek. Shunaqa xarakterli. U nima o'ylayapsiz haqingizda? Voy. Sizni juda ham sog'inyapti. Judayam sog'inyapti. Hozirgi paytda sizlarda, hozirgi paytda ikkalangiz ikki tomondasiz, gaplashmayapsizlar. Lekin gaplashishga imkon topsa bo'ladi. Ikkalangiz ham xohlamayapsiz. U nima deb o'ylayapti? O'zi menga telefon qilsin, o'zi chiqsin. Birinchi u chiqsin. Men shuncha telefon qilganim yetadi. Endi o'zi chiqsin menga. Hal qila olmayapti. Nimani hal qila olmayapsan? Hal qila olmayapti. Ya'ni buni ishi ko'p, undan tashqari, sizdan tashqari o'zining mas'uliyatli oilasi yoki ishlari bor, lekin hal qila olmayapti. U sizni yaxshi ko'radimi? Yaxshi ko'radi, u sizdan ko'p narsa o'rgangan. Xo'sh, nega u o'zi telefon qilmaydi? Chunki kuchim yetmaydi bunga deb o'ylaydi. Erkak bo'lsangiz o'zingizga o'giring, qiz bo'lsangiz o'zingizga o'girib eshiting. Va kuchim yetmaydi. Ya'ni uni sizga kuchi yetmaydi. Har tomonlama. Status bo'yicha, hayotiy tajriba bo'yicha va dunyo qarash bo'yicha ham uni kuchi yetmaydi sizga. U o'shancha cho'chiyapti. Agar siz unga yengil munosabatda, yengil hech nima so'ramasdan rozi bo'lsangiz, u paydo bo'ladi. Lekin siz unga va kuchli bo'lishni talab qiladigan shaxssiz. O'zingizni chegarangizni qo'ydingiz. Shuning uchun bu o'ylab endi qadam bosish kerak. Sizni juda sog'inyapti, har doim, har kuni eslayapti. Xuddi siz qanaqa sog'insangiz, o'zi ham sog'inyapti, niyati bor, kelish niyati bor. Albatta, bu gal u quruq kelmaydi. Sovg'a bilan keladi yoki qatgadir aylanishni taklif qiladi. Voy, juda ham sog'inyapti, mana qaranglar. Yaxshi ko'radi. Mana как раз o'zi chiqyapti. Juda ham yaxshi ko'radi. Faqat juda g'ururli. Yoki olov unsuriga tegishli bu, yoki havo unsuriga tegishli. Sizni yaxshi ko'radi, shunisi aniq. Siz o'ylayapsizmi, u ham sizni o'ylayapti.